Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Dark Gaming. Bugungi videomizda 416 Ultimate'ni open case qilamiz, xudo xolasa. Unda ruletkaga kirib olamiz. Birinchi o'yin yuziga o'tamiz. Propust qilamiz, o'tamiz. Kraska. Eshitmaymiz, yana o'tamiz. Yana o'tamiz. Yana hech balo bermadi. Yana o'tamiz, atmen qilib, propust qilib, atmen qilamiz, yana bitta o'tamiz. Yana bitta o'tamiz. Nima berayapti? Nima bermayapti? Bu so'ntaliga aylantiramiz. Bermayapti. Bo'ldi, shu o'ntalik bitta o'tamiz, shunisi beradi. Aniq berish kerak. Bitta o'tamiz avval. Bitta o'ntalik hozir aylantiramiz. Aniq berish kerak shu o'ntaligimizda. Hozir aylan. Taktika qilamiz avval. Taktika qilamiz. Atmen qilamiz. Proxyni o'chirib, bitta aylantirib boramiz va bizga ana samosvet tushib berdi. Kamlik qilar ekanda ozgina o'rtoqlar 3 ta monetkasi kamlik qilyapti. Yana 3 ta mini kristal kerak. Mana bitta aylantirib boramiz, yana bitta beradi. Aniq garantiyani olamiz hozir. Mana bo'ldi, oldik biz. Garantiyani 406 olamiz. Monetkasi bitta kam bo'lganligi uchun kichkina tangalarni bitta qilib katta monetka qilib olamiz. Bam. Va bu yerga 406 ni sotib olamiz. Assalomu alaykum. Yangi chiqqan 406. O'rtoqlar, 406 ni oldik. O'z laboratoriyadan kirib ko'ramiz. Nima bo'layotgan? Xo'sh. Ikkinchi o'rinni ko'rsak, ikkinchi o'rin takoy shunaqa. Portlash nimasini ko'radigan. Normalni. Bu yaxshilangan shakli. O'rtacha bo'ladi, effekt popadaniyasi ham yaxshi. Bu yakuniy shakli va yashik normalni bizni takoy hali o'lchish qilmaymiz. Aksessuarni qo'yib qo'yamiz. Dachi 3x pritsel magazini bilan tutqichi bor edi, shuni qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Все.